boshqa hech qachon bunaqa zakaz olmayman. Nimaga unaqa deyotganimni videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Bitta mijozim chet ellik qiz yasagan sumkani rasmini tashlab, shunaqa qilib bera olasizmi dedi. Men uni yaxshilab qaramasdan zakazni qabul qilgan ekanman. Shunaqa chalkash, shunaqa bir-biriga tushunarsiz qilib to'qilgan sumka ekan. Men rasmdagi toshli bozordan topolmadim. Sumka toshlari juda ham tugab qolgani uchun borini olib yasadim. Lekin xuddi shunaqa o'zlari xohlagandek qilib berishga harakat qildim qo'limdan kelgancha. Ikkita pachka tosh uyimda prosta qolib ketdi, chunki u toshdan o'xshamadi. Va mana o'sha noodatiy sumka, qaranglar qizlar, mashinaga o'xshaydi, to'g'risini aytinglar. Qizig'i 20 kun ichida qilib beraman deb oluvdim, 1 oy ichida qilib berdim. Chunki orada bolnisaga tushib qoldim, ovozim bo'g'ilib qoldi. Qolgan kunim fotosessiyasi hamma bir-biriga aralashib tiqilib qolgani uchun точно 1 oy ichida qilib berdim. Va endi umuman sumka zakaz olmayman. Mana shu ikkita sumka 870 ming bo'ldi. Sumka sizga yoqdimi? Menga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.